Assalomu alaykum, hurmatli Agro Buxoro kanali kuzatuvchilari, dehqon fermer akalarimiz. 2025-yil 14-aprel cheslasida biz Buxoro viloyati Romitan tumanida Botiram akamizni fermer xo'jaligi, Zafar fermer xo'jaligidamiz. Biz bu dalamizga Green Life kompaniyamizni Champ makkajo'xori urug'laridan berganmiz. Necha kun bo'ldi Botiram aka ekilganiga? Ekilganiga 8-9 kun bo'ldi. 9 kun bo'lyapti. O'zi mana makkajo'xorilar birin-ketin yerdan qator bo'lib chiqishni boshlagan. Bizni o'zimizni mana shu Buxoro viloyatida immuniy shu makkajo'xori ekish bo'yicha, yetishtirish bo'yicha eng katta rezultat oladigan Romitanda shu ko'p tonna sentner oladigan Bahriddin akamizni ham olib kelganmiz. Qisqacha aka, bu yerda hozir ekilish jarayonida kamchilik, xatolari, nuqsonlarni Bahriddin akamiz o'zi tushuntirib beradi. Fermer akalarimiz avvalambor birinchi o'rinda yerni tayyorlashdan boshlaydi agrotexnikasini. Ikkinchi o'rinda asosiy narsa mana bu ekilish jarayoni. Selkachi akalarimizdan ham iltimos qilamiz. Akam tushuntirib beradi hozir qisqacha o'zi. Shuni bir nazoratga olib ekilish jarayonini imkon qadar to'g'rilab, bir oladigan pullaringizni imkon qadar halollab, yaxshilab olsalaringiz, inshaalloh barakali bo'ladi hammaga ham. U yerini urib berib ketaman, chiqib ketaman degan bilan bu odam u yerga qancha mehnat qilib, xarajat qilib, rasxod qilib yerni tayyorlagan, palonsumga urug'ni sotib olyapti, 1 yil umrini tikyapti, mehnatini tikyapti. Juda ko'p narsa immuniy emas selkach akalarimiz sizlarning qo'llaringizda, sizlarga bog'liq. Aka, ekilish sistemasini Bahriddin aka bitta o'zingiz qisqacha dehqonlarga, selkach akalarga konsultatsiya qilib tushuntirib bering aka. Ekilish sistemasini aytdik-ku, shu birinchi nimadan o'zini endi paxta ekadigan diskni qo'yib eksa baribir shu urug' aytgan urug' ketmaydi. Ko'p ekib qo'yapti. Ko'p ekib qo'yapti. Birinchi o'sha ko'p ekib qo'yishdan ham minusga ketadi bu. Ham fermerga jabr bo'ladi, ham hammasi kelib shu fermerga taqaladi-da. Ekish jarayonidan qimmatlikka boshlanadi, o'rish jarayonigacha hosil yaxshi bo'lmaydi. Birinchi nimasi o'sha selkani, diskini qo'yib, birinchi hamma rezultatini taxlab, keyin ikkinchisi o'sha diskni qo'ygan taqdirda ham tez haydasa ham o'sha ulgurmaydi-da. Haydash tezligini ham u disk bilan tez haydasa ko'p tashab, masalan 1 metr joyga tashamasdan ketadi-da. U o'zi oz bo'ladi, nimasini qisadi. O'sha uchun sekin haydab, ana shu odamning tezligini yurgan darajada shu qancha tez yurib o'shancha sekin haydash kerak-da. O selkalar ekadi, orqasidan yugurib ham tuta olmaysiz-da uni. Gektar o'sinda bekib ketadi, ularni yomonlash emas, lekin shu diqqat qilib, olgan pulini halol qilib ekib ketsa yaxshi deymiz-da endi. Buni sekin bo'lsa boshqacha tushadi. Ulguradi-da o'sha aylanib nima qilish. Tezligini ham mana bitta guvohi. 1 metr joyda selkach akalar mana sizlarni yomonlashamas. 1 metr joyda birorta urug' yo'q. Mana 1 metr joyda urug'ini 3 ta qilib mana bitta joyga tashab ketilgan. Mana bu yoqda ham yo'q mana. Mana bu yoqda tashagan o'sha. Mana bu yoqqa urug'ini bu yoqqa tashab ketgan. Mana bu yoqda ham shuni, bu yoqnikini bu yoqqa tashab ketgan-da. Buni endi olib bu yoqqa qurib bo'lmaydi-ku. Yo'q, buni olib tashash kerak, tamom, bu yoqda yo'q. O'sha tonna aytgan massa bo'lmaydi-da. O'sha hisobiga ham bir hozir kamida bir 20% dan ziyodroq bateriya bo'ladi-da. U degani bor 100 ming dona 20% dan ziyodroq 30% bateriya bor beradi. 30% bateriya bor. 30% Siz 80 ming dona masalan 1 gektar yerga urug' ekdim deb hisoblaganingiz bilan uni 30% aytsangiz aka 25 ming urug' ketadi aka. U 65 mingta, narberi 55 mingta urug' qoladi aka. Endi sulos yo'nalishida men 83 mingta, 80 mingta ekaman. Dona yo'nalishida 70 ming dona. 70 ming dona. Undan oshiriladi. Yo'q, dona yo'nalish. Dona olaman desangiz agar shu gektardan 14 tonna, 15 tonna olasiz. Agar shu 70 ming dona eksangiz. Ha, u ko'p nima bo'lsa ham o'shanga qarab nima bo'ladi. Shunday. O pelle 700 ekar edik, kesgan 1 gektar. O'shani dalingiz. Birinchidan kelishuvda. 2024-yilda. O'shani ham donni olganim yo'qman. Kilosi yetmadi o'rdim. Lekin don uchun